o'tirib ham, yotib ham tersa bo'ladigan gilos haqida gaplashamiz o'rtoqlar. Videoga yaqinroq o'tirib o'rtoqlar, like, podpiska aytmaymiz o'rtoqlar. Lapens gilosi bo'ladi o'rtoqlar. O'tirib ham, yotib ham tersa bo'ladigan Lapens gilosi bo'ladi. Hosildorligi juda ham yuqori bo'lgan gilos. Qaranglar, kalibri 26 dan 32 gacha bo'ladi. Eki sxemasi 4 ga 5 sxemada keladi o'rtoqlar. Juda ham shirin, mazasi ham juda ham shirin o'rtoqlar. Qarang, bismillah. Bandi qattiq gilos, post qattiq, eksportga juda ham yaroqli bo'lgan gilos. Narxi ham juda ham yaxshi narxlarda eksport bo'lyapti. Ko'chatlardan ekishlarni tavsiya qilaman. Hosildorligi juda ham yuqori. Kamerachi bola bu tomonlarni ham ko'rsating. Buni qaranglar. Bitta ikkita qo'shag'i bo'ladi o'rtoqlar. Buni qaranglar. Bitta ikkita qo'shag'i bo'ladi, lekin turetskiy gilos bo'lgani bilan qarashlaringga bog'liq, kalibri qanchalik katta bo'lishi o'rtoqlar. Ekishlarni tavsiya qilaman, lekin o'zimizni besli giloslardan ko'ra juda ham zo'r gilos o'rtoqlar. Hammalarga rahmat. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, like, podpiskani aytmaysizlar o'rtoqlar.